haqiqiy erkak qanaqa bo'lishini ko'rsataymi sizlarga. Islom, nima qilyapsan? Tikib o'tiribman. Nima tikyapsan? O'zimni ko'ylagimni tikyapman. Ko'ylagingmi? Nega bu ishni chevarlarga bermaysan? Axir xizmat haqqi $5 turadi. Keyingi haftada pulim bo'ladi. Hozir esa pulim yo'q. Qayerda o'rgangansan buni? Men chevarlardan yaxshi tikaman. Yo'q-e? Chunki buvimdan o'rganganman. Buvim o'rgatgan degan shunday. Tushunarli. Senikini ham tikib beraymi? Insonning yuzi qachon nurli bo'ladi? Qachonki unda kibr bo'lmasa. Bu yigit xohlasa 1000 ta tikuv sex ochib yuboradi, lekin kiyimini o'zi tikib olyapti. Bizda erkaklar nima qiladi? Men ishlayapman, sallanib boqyapman, charchatib yubordilaring, qiynab yubordilaring deb to'polon qilishadi oilasidagilarga. Bu yigit birinchi raqamli sportchi hozir dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha birinchi raqamli sportchi, millioner. Ko'rvasalam kibrli yo'qligini, baxtli bo'ladi-da. Bitta erkak bu dunyoda qancha narsaga erishish kerak bo'lsa, erishgan bu yigit. Farzandlari bor, oilasi bor, puli bor. Butun dunyo yaxshi ko'radi buni, bir yomon joyini ko'rishmagan. Obuna bo'lib qo'yinglar, oilaviy masalalarni yoritib boraman.